Garbinkangiz bor. Mana bu yengilgina garbinka olinadi. Burun uchi sal pastga qaragan kulsangiz, bu yana ham osiladi, kengayadi. Shuning uchun ozgina ko'taramiz. Mana bu qismi ham, ya'ni burun spinkasi ham ozgina tushiriladi. Qanotlaringizga menimcha tegmayman. Bu operatsiyaning oxirgi bosqichi. Agar yuzga nisbatan keng ko'rinsa, ozgina zo'raytirib berishim mumkin. Shu bilan birga nafas bilan bog'liq muammolar bartaraf qilinadi. Yuzingizga, qosh ko'zingizga proporsional chiroyli burun qilib beramiz. Sizda ham burun o'qida ozgina asimetriya bor, to'g'rilanadi hamma qismi. Ya'ni zastrit qilamiz, burun uchini ko'taramiz. Perixod izgib bo'ladi mana bu qismda yaxshigina. Barbiy burunda. Qanotingizdan aytganimdek oxirida ko'raman. Agar spinkasiga, burningizga nisbatan keng ko'rinsa, ozgina olib beraman. Agar yuzga yaxshi turgan bo'lsa, tegmayman. Ja, uchli emas, to'rtburchakroq aytgandim. Ha, burun uchun to'rtburchakroq bo'lsin. Ha, unaqa uchli xohlamadim. Bo'ldi.